Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli hamyurtlar. Mana biz navbatdagi obyektni tugatyapmiz. Navoiy Nurotadamiz. Navoiy viloyati Nurota shahrida. Bu yerga kaziro chiqqan, ikkita uycha qilganmiz. Kottej aka-ukani kotteji. Bir xilda 16 ga 18 qilib qilingan. Qarasak idealni tekis holatda 3 metr uklon qilingan, 3 metr bo'lgan, 16 ga uzunasi 18. Fermamiz orasi 1.25 atrofida qo'yilgan. 8 lidan qilganmiz. Bu tagiga o'zlari 8 li armaturadan olib kelib to'qishdi. 15-20 sm oralig'ida loy bosish uchun cho'rni reka tashlashmadi. Bu yerda qanaqadir qurt bor ekan. Yog'ochni yeb qo'yadigan. Xizmatlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana shunday chiroyli holatda tayyorlab beramiz. Xudo xolasa mana bu joy ham tayyor bo'ldi. Mana shu ikkala kottejni oldi. Uni yopib berasiz deyapti. Xudo xolasa uni ham boshlaymiz. Bugun 8-iyun. Yozning boshlanishi. Nurotadamiz. Nurota ancha salqin ekan. Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa 5-6 kunlik ishimiz qoldi.